Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz sizlar bilan oldingi darsimizda quyidagi kodlar bilan tanishgan edik va mana shu Hello World yozuvini brauzerimizda, ekranimizda ochib ko'rgan edik. Bugun sizlar bilan tag nima ekanligi haqida gaplashamiz. Hozir bu brauzerimiz mana shu matnni, ya'ni oddiy matn sifatida ko'rsatib beryapti, lekin biz misol uchun aytaylik sarlavha, paragraf yoki havola, aytaylik rasm chiqarmoqchimiz va biz buni brauzerga qanday aytamiz. Va mana shu brauzerga biz uni tushuntirishimiz uchun bizga taglar yordamiga keladi. Taglar bizda uchburchak qavslar orasida yoziladi. Misol uchun aytaylik bizda H1 tagi va taglarimizni ochuvchi tag va yopuvchi tagdan hosil bo'ladi. Ochuvchi tagimiz uchburchak qavslar ichida va yopuvchi tagimiz quyidagi tarzda slash bilan h1 deb yozamiz. Bizda mana shu tagimiz mavjud. Bu nima degani desak, bu bizda header, ya'ni sarlavha degan ma'noni bildiradi. H1 bu header 1, ya'ni sarlavha 1 degan ma'noni bildiradi. Endi biz aynan mana shu taglarimizni orasida matn yozadigan bo'lsak, buni brauzerimiz bizda sarlavha deb tushunadi. Buni brauzerimizni ochib ko'radigan bo'lsak, mana, ya'ni oldingi oddiy yozgan matnimizga qaraganda boshqacha chiqarib beradi. Mana bu bizda mana shu yozuvni, Hello World yozuvini sarlavha sifatida qabul qilib o'qiyapti. Xo'p, endi demak H1 tagimiz bu header 1, ya'ni sarlavha degan ma'noni bildirar ekan va buni H1 dan H6 gacha mavjud, ya'ni H2 bor bizda. Xo'p. Bu yerga ham aytaylik Hello World yozuvini yozib qo'yamiz va farqini ko'ramiz. Va kelinglar shundan ko'radigan bo'lsak, bizda mana H1 H2 ga qaraganda kattaroq, ya'ni o'lchami bilan farq qiladi. H3 deb turibman. Hello World deydigan bo'lsam, H4 da H5 da va H6 da, ya'ni header 6 da. Va buni ko'radigan bo'lsak, mana bizda hammasi o'lchami bilan farq qilyapti. H1 eng katta sarlavha bo'ladigan bo'lsa, H6 eng kichkina, ya'ni H1 dan H6 gacha bu bizda sarlavha taglarimiz hisoblanadi. Va shuni aytib o'tishim kerakki, bizda kommentariyalar mavjud. Kommentariy hosil qilish uchun mana quyidagicha hosil qilinadi yoki shift va slash tugmalarini bosganimizda ham hosil bo'ladi va bu yerga yozib qo'yamiz. Hop, H1 dan H6 gacha. Hop, va bular header sarlavha tag deb qo'yaman. Demak, bularni tushundik. Ya'ni bizda sarlavhalarimiz va endi bizda P degan tagimiz mavjud. Bu ochuvchi qismi va yopiluvchi qismi. Endi bu nimani anglatadi deydigan bo'lsak, bu paragraf. Paragraf, ya'ni buning ichida biz misol uchun salom, men paragraf deb yozadigan bo'lsak, mana bizda salom, men paragrafman degan yozuv chiqyapti. Ya'ni bu oddiy matn sifatida brauzerimizda namoyon bo'ladi. Va bugun ko'rishimiz kerak bo'lgan taglarimiz shu edi, ya'ni header va paragraf taglari. Keyingi darsda yana ham ko'proq taglar bilan tanishib o'tamiz. Hozircha shular, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.